Assalomu alaykum hammaga. Manizon kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib sayt orqali pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, o'rtoqlar, YouTube kanalimiz hali yangi. Agarda videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hali bundan ham qiziqroq videolar hali oldinda o'rtoqlar. Manizon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz va ishlagan pullarimizni o'zimizni hamyonimizga yechib olishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Video juda ham qiziq bo'ladi. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda saytni ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun ro'yxatdan o'tish degan tugma ustiga bosasizlar. Mana bu bo'limlarni to'ldirasizlar va mana bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan tugma ustiga bossanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, saytda biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozirlarga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu yerga qarasanglar, o'rtoqlar, pastda bosh sahifa, bozor, AI, jamoa va hisob bo'limlari mavjud o'rtoqlar. Va mana bu yerda ham 8 ta bo'lim mavjud. Hozir video davomida hamma bo'limlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bosh sahifa bo'limi bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda bozor bo'limi bor. Bu bo'lim bizga unchalik kerak emas. Xo'p, bu yerda AI bo'lim bor, ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar biz mana bu robotlarni sotib olib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Eng arzon robotning narxi $10 turar ekan va bizga har kuni 0.8 sent foyda olib kelib turar ekan. Buni umumiy daromadi $16 ni tashkil qilar ekan. Ishlash muddati esa 20 kunni tashkil qilar ekan o'rtoqlar. Bu yerda robot 2 ning narxi $30 turar ekan va bizga har kuni $1.11 foyda olib kelib turar ekan. Buning umumiy daromadi $66 ni tashkil qilar ekan o'rtoqlar. Buni ishlash muddati 60 kunni tashkil qilar ekan. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar robot 3 bor. Buning narxi o'rtoqlar $50 ni tashkil qilar ekan. Buni kunlik daromadi $1.7 sentni tashkil qilar ekan o'rtoqlar. Qolgan robotlar bilan o'zlaring tanishib olasizlar. Hozirda o'rtoqlar bizda eng arzon robotdan bitta bor. Buni kunlik daromadi 0.8 sentni tashkil qiladi. Buni ko'rish uchun mana bu yerda mening robotim degan bo'limni ustiga bosasizlar va o'zingizlarning robotlaringni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Bu o'rtoqlar meni ikkinchi akkauntim. Bu yerda ko'rsanglar sotib olish narxi $10, jami daromad уже $10 puldan $3.2 ni уже ishlab bo'ldi o'rtoqlar. Buni umumiy daromadi $16 ni tashkil qiladi. Xuddi shunaqa qilib mana shu robotlarni sotib olib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar jamoa bo'limi mavjud, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'ladi. Bu yerda hisob bo'limi mavjud, ustiga bosasizlar. Bizning glavniy oynamiz hisoblanadi o'rtoqlar bu. Bu yerda o'rtoqlar ilovadan chiqish, tizim sozlamalari, programmasini o'rnatib olish, bu yerda sayt haqida ma'lumotlar, jamoa, bu yerda istoriyalar va bank kartasi bo'limi mavjud. Teparoqqa qarasanglar, pul to'ldirish, pul yechish, hisob tafsilotlari va mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limlari mavjud o'rtoqlar. Kelinglar, birinchi bo'lim pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun depozit degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda o'rtoqlar bir nechta bo'limlar mavjud. Misol $10 ustiga bosadigan bo'lsam, mana bu yerga $10 yoziladi va pastda so'mda qancha bo'lishini hisoblab beradi o'rtoqlar. Bu yerda bizda bank bo'limi mavjud va USDT TRS20 yo'nalishlari bo'yicha biz bemalol pul to'ldirsanglar bo'ladi. Bu juda ham oddiy o'rtoqlar. Misol menga eng qulay TRS20, mana shuni ustiga bosadigan bo'lsam, hozir menga TRS20 adresi beradi. O'sha TRS20 adresiga pul to'ldirganimdan so'ng uzog'i 3-4 minutda bizani pullarimizni saytga tushirib beradi. Bank orqali bo'ladigan bo'lsa 15 minut, 20 minut vaqt ketadi o'rtoqlar. Pul to'ldirish juda ham oddiy. Bizning Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Bugun Telegram kanalimiz ham ochildi. Telegram kanalimizning nomi Manizon kanali o'rtoqlar. Telegram kanalimizning linki video kommentariyasida bo'ladi o'rtoqlar. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, pul to'ldirish tushunarli bo'lsa o'rtoqlar, pul yechishga kelsak, pul yechish uchun mana bu yerdan pul yechish degan tugma ustiga bosishimiz kerak. Undan oldin bu yerda tizim sozlamalar bo'limiga kirib, sizlar tranzaksiya parolini o'rnatib olishlaring kerak bo'ladi. U parol nimaga kerak desanglar, pul yechayotgan paytlaringda sizlardan o'sha tranzaksiya parolini so'raydi. O'sha parolni mana bu tizim sozlamalari bo'limi orqali joylashtirishlaring, ya'ni kiritishlaring kerak bo'ladi. Undan keyin o'rtoqlar bank kartasini ham bog'lab olishlaring kerak. Misol bank kartasi
degan bo'limni ustiga bossam, menda hozir USDT ham o'zimni kartam ham bog'langan o'rtoqlar. Misol, agarda sizlar hamyon ulamoqchi bo'lsanglar, plyuschani ustiga bosasizlar, bu yerda bank bor USDT TRS20 bor o'rtoqlar. Mana bu ism, banknoma degan joyga любой bir nomlarni kiritasizlar, farqi yo'q o'rtoqlar bularni. Mana bu yerga esa o'rtoqlar karta raqamini kiritasizlar. Agarda USDT ulamoqchi bo'lsanglar, ustiga bosasizlar, qandaydir nom kiritasizlar va TRS20 adres kiritasizlar va tasdiqlash degan tugma ustiga bosasizlar. Men hozir ikkalasini ham ulaganman o'rtoqlar. Endi pul yechib ko'ramiz o'rtoqlar. Hozir balansimizda $3.2 pulimiz bor. Bu yerdan pul yechish degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda pul yechib olish miqdori, pul yechish hisobi degan joyga biz hozir bank kartamizni to'g'irlab qo'yamiz. Transaksiya parol degan joyga boyagi tizim sozlamalari bo'limi orqali kiritgan parolingizni kiritib o'tishingiz kerak. Men hozir bo'limdan to'ldirib olaman va topshirish degan tugmani ustiga bosib qoldiraman. Xo'p o'rtoqlar, yuborish muvaffaqiyatli bo'ldi. Ya'ni bizning pullarimiz chiqib ketdi. OKni ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu bizning chiqarib olgan pullarimiz o'rtoqlar. Bundan oldin ham bir marta pul yechib ko'rganman o'rtoqlar. Pul yechish ham juda ham oddiy o'rtoqlar. Bu yerda hisob tafsilotlari bor. Xo'p. Sayt o'rtoqlar juda murakkab emas o'rtoqlar. Sayt silkasi ham o'rtoqlar Telegram kanalimizda bo'ladi. Saytga pul to'ldirish, pul chiqarish, qanday qilib pul ushlash hammasi tushunarli bo'lsa, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.